kitob o'qiysizmi? Kitobga o'qiyman. Ne? Ha. 3 ta kitob tavsiya qilingchi. Bitta kitob aytaman. Haqiqatan meni hayotimga ta'sir qilib, o'zgartirgan kitob bu o'sha hokimiyat 48 qonuni. Robert Greene tomonidan yozilgan. This is the 48 Laws of Power book that I wrote in 1998. The 48 Laws of Power. Robert Greene, 48 Laws of Power. 48 Laws of Power. 48 Laws of Power by Hokimiyatning 48 qonuni. And the 48 Laws of Power. Hokimiyatning 48 qonuni kitobi. Keling sizga bu kitobdan bir voqeani aytib beraman. Hop. Bir ilon bo'ladi va uni tutib o'ldirishmoqchi bo'lishadi. Va u dehqondan yordam so'rab keladi. Va aytadi: "Seni ichingga kirib turay, meni o'ldirishmoqchi va ular ketishgandan keyin chiqib ketaman" dedi. Dehqon rozi bo'ladi va ilonni o'z ichiga kirgizadi. Ovchilar uni sezmay o'tib ketishadi va ilon tirik qoladi. Keyin dehqon ilondan chiqib ketishni so'raganda, ilon aytadi: "Yo'q, menga bu yoqda komfort va issiqqina, men bu yoqdan chiqmayman" deydi. Keyin dehqon nima qilishni bilmay, oqqushning yoniga boradi va undan yordam so'raydi. Oqqush aytadi: "Egilib tur va ilonni boshi ko'ringanda men uni chiqarib olaman" deydi. Dehqon aytganini qiladi va ilonni boshi ko'ringanda oqqush uni bir cho'qiydi va chiqarib oladi. Keyin dehqon xavotir oladi. Ilonning zahri meni ichimda qolib ketdi. Endi uni qanaqa qilib chiqarishim kerak deydi. Oqqush aytadi: "Sen bir oq rangli qushni pishirib yeyishing kerak va shunda zahri ichingdan chiqib ketadi" deydi. Keyin dehqon aytadi: "Sen oq qushsan, seni men pishiraman" deydi va shu oq qushni tutib o'z uyiga olib ketadi. Voqealardan xabar topgan uning dehqonning ayoli aytadi: "Bu oq qush seni hayotingni qutqargan. Sen bo'lsa uni o'ldirmoqchisan" deydi. Va oq qushni qo'yib yuborishga harakat qiladi. Bu narsadan qo'rqib ketgan oq qush cho'chib shu dehqonning ayolini ikki ko'zini cho'qib olib va qochib ketadi. Bu voqeani mag'zini siz shu kitobni o'qib bilishingiz mumkin. Bu kitobni o'qisanglar, u yoqda bundan ham ko'proq sizlarga katta dars bo'la oladigan voqea va o'qitmalar bor. Va o'zimning shaxsan fikrimcha, bu kitobni barcha o'qish kerak va siz hokimiyatning qoidalarini va boshqaruv haqida bilimlarga ega bo'lasiz.